Raqs bu mani hayotimda judayam katta o'ringa ega. Men o'zim sevgan kasbda ishlayman. Men kasbimni judayam sevaman. Unga judayam mas'uliyatli bo'lishga har doim harakat qilganman. Har qachon raqs tushganimda o'zgacha energiya, o'zgacha zavq olaman. O'zbek milliy raqslarini judayam yaxshi ko'raman. Butun dunyo bo'yicha har xil raqs turlari bor, har xil millat raqs turlari bor, lekin meni e'tiborimni tortgan aynan o'zbek milliy raqsi. Chunki men o'zbek milliy raqsimizda judayam bitta narsaga ko'p e'tibor berganman. Bizning raqsimiz shunaqangi qiziqki, unda ham dadillik, uni ichiga ham dadillik, sho'xlik hamda ibo hayoni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, boshqa millat raqslarida bizdagi ibo hayo, ayol kishining dardi, his-tuyg'usi bizning o'zbek milliy raqsimizchalik ifoda etilib bera olmaydi deb o'ylayman. Kuzatishlarimga qarab aytaman. Mukarrama Turg'unboyeva ustozimiz oddiy xalqi ichidan, dardidan olib, tanovvur raqsini kashf qilganlar. Tanovvur raqsida jismoniy harakat unchalik ko'p emas, lekin o'sha yurakdagi his-tuyg'u, tomoshabin o'sha raqsga qaraganda o'sha dardni his qila oladi. Butun vujudi bilan ifoda qilib bera oladigan o'sha hislatlari menga juda ham yoqadi. Shuning uchun o'zbek raqsini juda ham sevaman va hurmat qilaman. Men 2021-yili Mukarrama Turg'unboyeva ko'rik tanlovida ijro etgan Dilbar raqsim bilan 3-o'rinni oldim. Bu raqs meni e'tiborimni tortgan jihatlari, bu raqsimiz Farg'ona yo'nalishida bo'lib, juda ham nafis hamda nozik raqs turi. Unda ko'p harakatlari tabiatni, quyoshni, yosh 18 yoshli qizni o'sha beg'ubor his-tuyg'ulari haqida ifodalangan raqs. Hozir shu raqsni ijro etib bermoqchiman.